Men bilaman, hammalar uzoq masofadan kimgadir ikkita ishtalab headshot berib, nok berib qo'ygansizlar va shu paytdagi o'zingizlarda his qilgan hissiyotinglar приятный чувство bo'lgan va shu holatni yana qaytarib ko'rmoqchi bo'lgansizlar. Lekin afsuski o'sha bergan ikkita headshotingiz shunchaki baxtli tasodif tufayli ikkita tegib qo'ygan bo'ladi xolos. Bu holatni boshqa qaytarib takrorlay olmaysiz. A что если men sizga buni qaytarishning iloji bor? Har otganingizda 2-3 talab headshot tekkizish imkoni bor desam, ishonasizmi? Unda hammalarda bugungi zajim darslik part 2, ya'ni 60-90 va 120 FPS device'larga bag'ishlangan darsida ko'rib turganimdan xursandman. Bu video faqat Telegram kanalimga chiqariladi. Bugungi videomizda oldingi o'sha uzun gaplar, har xil maslahatlar, tavsiyalar bo'lmaydi. Iloji boricha qisqa, lo'nda va tushunarli qilishga harakat qilaman. 60-90 yoki 120 FPS device'larda zajim qilish 30-40 yoki 20 FPS device'lardan ko'ra farq qiladi. Zajim qilayotganingizda giroskop doim sizlarga plusga ishlashini xohlardim. Chunki giroskop bilan zajim qilish yana ham osonroq. Agar telefoningiz, device'ingiz 60, 90 yoki 120 FPS ko'tarsa-yu, lekin giroskop podдержка qilmaydigan bo'lsa, unda sizga tavsiya qilardim giroskop podдержка qiladigan device'ga alishtirishingizni. Chunki hozirgi videorolik именно giroskop bilan birgalikda ishlanadigan mexanikalar uchun. Kelinglar, eng muhimi, eng главный qismiga o'tamiz. Eng главный qismi bu mana shu manikenchalardan qancha uzoq borasizlar, sizlarga shuncha ma'qul, shuncha qulay. Qaranglar, zajim qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarga bitta opora kerak bo'ladi. По-любому o'tgan videomda aytgan bo'lishim kerak. Ya'ni bu nima? Orqalarda suyancha bo'lishi kerak. Misol uchun meni holatimda bu kresloim bo'ladigan bo'lsa, hammada ham kreslo bor emas, buni bilaman. Kimdir devorga suyanib olishi mumkin, orqasiga yastig' qo'yib, bolish qo'yib. Kimdir shunchaki tumbuchkaga, shkafga yoki eshikka yoki nimadirga suyanib olib o'ynashi mumkin. Shunda sizlarga opora bo'ladi, ya'ni tirgak. Bu narsa sizlarga nimaga kerak? Zajim qilayotganingizda juda ham ko'pchiligingizda pritsel qaltirab ketishi mumkin. Agar orqalarga kim nimadir tep tursanglar, qo'linglarni ham shunday qo'yayotganingizda tirsakinglar mana shu joylarda chig'anag'inglarni gavdalarga qotirasizlar. Shunda qo'linglarda bitta konstruksiya bo'ladi, shu qimillab ketmasligiga, zajim chiroyli точно bitta точkaga chiqishiga yordam beradigan. Bu eng muhim faktorlarimizdan bittasi. Bunaqalardan hali ko'p. Sizlarga hali tushuntirib o'tib ketaman. Qaranglar, uje mana joylashganimizdan keyin device'imiz uje qaltiramaslikni boshlaydi. Ya'ni точно o'qlarimiz tegishni boshlaydi. Bu faktorga yana bitta qo'shimcha faktor qilib sizlarga чувствительностьlarni og'irroq qilishni maslahat berardim. Chunki чувствительностьlar qancha og'ir bo'lsa, qancha og'ir чувствительностьga o'ynashga o'rgansanglar, sizlarda otayotgan o'qlaringlar точно bitta точkaga uchishiga ko'proq foydasi bo'ladi, ko'proq imkoniyati bo'ladi. Tez giroskopda, tez чувствительностьda o'ynaydigan odamlardan ko'ra sizlarda otganinglar ham chiroyli, ham tekis, ham bitta точkaga uchadigan bo'ladi. O'zingizlar misol qilib ko'rsanglar, sinab ko'rsanglar bo'ladi. Чувствительностьda og'ir bitamtasini olasizlar, qo'yib o'ynab ko'rasiz. Eng birinchi o'rinda sizlarga kerak bo'ladigan bitta o'zingizlar yoqtirgan любой zajim qiladigan odamni чувствительностьini olasizlar, o'zingizlarga fundament sifatida olsanglar bo'ladi. Undan u yog'iga o'zingizlarning o'yininglarga, o'zingizlar kelib chiqishinglarga, holatinglarga, qanaqa stilda urush qilishinglarga, misol uchun dальний bo'ymi, ближний bo'ymi fight qilishinglarga qarab turib, настройкаdan o'zingizlar foizini kamaytirib, ko'paytirib o'zingizlarga moslab olsanglar bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun men o'zimga fundament sifatida o'zimni чувствительностьimni olishga harakat qilaman. Qaranglar, Telegramda. Telegram kanaliga kirib turib, чувствительность qanaqa topishni yana bahanada ko'rsatib o'tib ketaman. Zakreplanilar ichiga kirasizlar. Lekin tepaga listat qilsanglar, YouTube'ga qo'yilgan videolar mana чувствительность deb qo'yganman. Ustiga bitta bosasizlar, post kelib chiqadi o'zi mana. Bu postda agar чувствительность device'ingizga tushmaydigan bo'lsa deb, men aytda foizlargacha videolarni qilib qo'yganman. O'zingizga yoqadigan pretselda foizini tanlaysiz, o'zingizga qo'yib ko'rasiz. Men hozir чувствительность olaman. Juda ham ko'pchilik bu чувствительность Avogadrojon degan akkauntimda bo'lganligi uchun o'ylaydi ekan, bu fake akkaunt yoki o'zinikini bermaydi, o'zi otadigan чувствительность bermaydi. Shuning uchun biz unaqa otolmaymiz, чувствительность qo'ysa deb o'ylar ekan. Qaranglar, xuddi shu чувствительность qo'yapman. Mana Avogadrojon chiqyapti, hech qayerda o'zgartirilmagan. Bu 4xda 1% ekan. 1% ko'p narsani hal qilmaydi. Использовать bosamiz, okey. Mana hammasi tayyor. Уже mana qaranglar. 4xda og'ir чувствительность, mana giroskopda ham, qo'lda ham. Hozir shuni to'g'rilashga harakat qilamiz. Mana 130 ekan, kelinglar shuni 130 emas, 300 ga chiqaraylik giroskopnikini. Mana. Pritsel уже salgina iPad mana qaranglar. Salgina qimillatsam mana. O'yalarga borib kelyapti, xohlagan joyiga mana. Ozgina mana. Mashq qaltirashda ham odamni pritsellardan qochirib yuborsanglar bo'ladi. Salgina shunaqangi qaltirash bo'lsa ham pritsellarni qochib ketishi mumkin, o'ngga chapga o'tib ketib qolishi mumkin yoki tepaga pastga. Shunda sizlarda zajimlar уже tugadi, zajim emas, уже bu xuddi haligi qisqichbaqani qo'liga telefoninglarni berib turib, zajim qil degandek bo'lib qo'ygandaqa tuyuladi. Xullas, bitta og'ir чувствительность olasizlar o'zingizlarga fundament qilib, o'shani otib ko'rasizlar. Misol uchun mana o'zimkini oldim, qo'yib ko'ramiz. Mana
Headshotda zo'r tegyaptimi? Demak, bu чувствительность aynan menga mos, menga bob. Mana shu чувствительностьda o'ynayman, mana shunda trenirovka qilaman, mana shunda vaqtimni o'tkazaman, mana shunga ko'nikaman. Bo'ldi, tamom. Boshqa narsa yo'q. Sizlarga tavsiya berardim, bir kunda 20 minut, 15 minut vaqtingizda poligonni aynan xuddi shu joyda, ya'ni mana ko'prik ustiga borib olibsiz, mana borib olibsiz yoki manaqa joylarga yaqinga borib olibsiz. Qancha uzoqda otsanglar, shuncha yaxshi. Nimaga? Match boshlanganda, ya'ni klassik yoki turnir o'ynaysizlarmi, public o'ynaysizlarmi, nima o'ynaysizlar, ultimate o'ynaysizlarmi? Match boshlanganda hech qaysi sopernik o'zini iloji boricha yashirishga harakat qiladi. Sizga shunday hakalda chiqib bermaydi. Shu sababli bitta tochkaga otishga o'rganishimiz kerak. Bitta tochkaga otishni o'rganishimiz uchun bizga iloji boricha eng uzoq rasiyani, eng uzoq distansiyalar kerak bo'ladi. Shu sababli qancha uzoqqa borsak, shuncha yaxshi. Mana shu manekenchalar yo'qolgungacha bo'lgan orolga borsak. Meni doim trenirovka qiladigan joyim mana shu yo'lni burilishi. Sizlarga yana bitta maslahatim, 60, 90 yoki 120 FPS o'ynaydiganlar, oldingi 20, 30, 45 FPS liklarga bergan maslahatim bunaqa emas. Zajim qilish mexanikalar boshqacha bo'ladi. Misol uchun qaranglar. Birinchi o'qni 30, 40, 20 FPS li, 45 FPS li devicelarga aytganimdek, birinchi o'qni tanaga 2-3 ladi boshga. Uni qilib otmaysizlar sizlar. Sizlar uje FPS'lar baland, ya'ni sizlarda yetarlicha kadrlar bor, sizlar otsanglar bo'ladi. Birinchi o'qni uje boshdan boshlab otasizlar. Mana. Bilamiz, PUBG'da misol mana birinchi o'q yerga, ikkinchisi bilan orasida bitta katta raznica bor. Katta pромежуток bor, oraliq bor. Shu oraliqda iloji boricha boshiga to'g'rilashga harakat qilasizlar. Misol uchun qaranglar mana. Bu bittada o'xshab qolmaydi, ustida ishlashinglar kerak. 2-3 kunlab poligonni vaqtinglar o'tkazasizlar, uje sizlar professionaldek otishni boshlaysizlar. Boshiga to'g'rilab otishni afzalliklari nimada? Misol uchun, aytaylik, mana siz dushmanni ko'ryapsiz, birinchi oyog'iga otib, keyin boshiga otadigan bo'lsangiz, agar dushmaningiz reaksiyasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sirrazi qochib ketishga uspet qiladi. Ya'ni, misol uchun mana oyoqqa otadigan bo'lsanglar, 17 boshqa otsanglar 50 uje. Ikkita headshotdan ikkili kaska по-любому nok bo'ladi. Hech qanaqachasiga qochib qutulish iloji yo'q. Lekin bitta oyog'iga, bitta boshiga otsanglar, low HP qoldirasizlar. Ya'ni joni oz qoladi, lekin agar reaksiyasi yaxshi odam bo'ladigan bo'lsa, sizlardan qochib ketadi. Uje nok emas, u sizdan qaytaligingizni biladi, qaytdan nok erganingizni ham biladi, qayerga otishni ham biladi. Uje sizlarda infosi bo'ladi. Bu narsa o'yin paytida nimadir hal qilib yuborishi mumkin. Agar e'tibor berib qaragan bo'lsanglar, juda ham ko'pchilik kibersportsmenlar boshqalar aynan mana shu stildan foydalanishadi. Ya'ni даже SKS yoki minik shunga o'xshash tapilkalarda otishayotganda ham birinchi boshga o'tadi, keyin u yog'iga tapiladi, bosishni boshlashadi. Dushmandan sirazu 50% jon minus qilish degani plus minus. Itak, ana endi uje sizlarda otishga, mexanikaga o'rganib oldinglar. Endi sizlarga eng qiyinlaridan bittasini o'rgataman, qaranglar. Iloji boricha mana shu ko'prikni mana shu tagidan otishga harakat qilinglar. Nimaga aynan ko'prik tagidan? Qaranglar. Ko'prikni mana shu joyda bosh chiqib turibdi personajda. To есть mana manekencham bosh chiqib turibdi. Sal pritselda tepaga ko'tarilib ketsa ham boshga emas, ko'prikka tegib bo'ladi. Endi aynan mana shunaqangi holatlar matchda juda ham ko'p kuzatilishi mumkin. Aytaylik, sizlarda shunchaki bitta teshikcha bor yoki uylar yoki nimadirlar teshikchasidan, derazasidan, qanaqadir kichkina joylardan otib qo'yishinglar kerak. Faqat o'sha joydan ko'rinyapti xolos. Unaqa holatda mana shundan otib trenirovka qiladigan bo'lsanglar, qanchalik qiyin holatlarda, qiyin sharoitlarda ot trenirovka qiladigan bo'lsanglar, o'zingizlarni naviklarni oshiradigan bo'lsanglar, birinchidan ham bitta tochkaga urishinglar osonlashadi. Ikkinchidan o'yin paytida xuddi shunaqangi to'siqlar to'g'ri keladigan bo'lsa, otmasdan to'xtab, dumkaga tushib qolmasdan sirazi nima qilishni biladigan bo'lasizlar. Endi kelinglar sizlarga zajim qilishni trenirovka paytida nimalarga e'tibor berish kerakligini aytib o'tadigan bo'lsam. Iloji boricha poligonda ikkita orужие olinglar. Bittasi zajim qilishga qiynaladigan orужиялар bo'lsin, ikkinchisi 416 bo'lsin. Chunki biz 416 da zajim qilishga video tayyorlayapmiz. Qaranglar, men holatimda zajim qilishga qiynaladigan orужиям bu Beril bo'ladi. Berilda ham kontrol qilsa bo'ladi adachalarini, boshqalarini, lekin bir ikkita prikolchalari bilan. Nima bilan? Misol uchun mana shunaqangi rukoyatka bor, shunaqangi dulolar bor, mana addachalar yordam beradigan 416 da priklati bor, даже addachani ushlashga yordam beradigan. Bu yerda faqatgina mana shu magazinni o'zini qoldirasizlar. Qolgan narsani olib tashlaysizlar inventarga, o'sha orужие bilan o'yinda boshda poligonga kirgan paytingizda 5 minut, 10 minut trenirovka qilasizlar. Ya'ni nimaga kerak bo'ladi? Misol uchun mana otganingizda Berilda traska juda katta. Mana. Traska nima? Traska bu otganinglardagi kameralar, pritsellar, ya'ni qimillashi, mana qimillashi bor, mana uni. O'shani katta bo'lib, u yoqqa bu yoqqa o'ynab ketishi. Qancha shunda o'zingizlar trenirovka qilib pishitib olsanglar, uje 416 ga o'tganda 416 unchalik qimillayotgani sezilmaydi sizlarga, sakrab ketmaydi.
Ana endi berilda otib, уже presskalarga o'rganib bo'lganimizdan keyin 416 ga o'tamizda. 416 ham iloji boricha mana shu obvieslarsiz otishga harakat qilamiz. Eskilarimizda bitta gap bor. Mashqda qancha qiyin bo'lsa, jangda shuncha oson bo'ladi degan. Mashqni o'zimizga maksimal tarzda qiyinlashtiramiz. Ya'ni hech qanaqangi zajim qilishga yordam beradigan obvieslar, prikladlar, dullalar hech nima qo'yishga harakat qilmaymiz. Rukayatkalar hech nimani qo'ymaymiz. Unda o'zimiz ustimizda ishlashni boshlaymiz. Ya'ni bir kunda 20 minut poligonda o'tkazamiz. Agar bez priklad, bez rukayatki, bez dula hech nima obvieslarsiz magazinda qoldirsanglar bo'ladi. Magazin chunki yordam bermaydi zajim qilishga. Shunchaki abo'ymani ko'paytirib beradi xolos. O'qlar sonini ko'paytirib beradi xolos. Agar mana shu holatda ham bez priklad, bez nichovo otayotgan bo'lsanglar, ikkitadan head rolayotgan bo'lsanglar, unda tabriklayman, sizlar zajim qilishga tayyorsizlar. Endi kuningizni ikkinchi qismini boshlaymiz. Ya'ni WoW kartalarda trenirovka qilishni boshlaymiz. Haqiqiy odamlar bilan, haqiqiy erangillar duch kelib qolishi mumkin bo'lgan joylarda WoW kartalar yasalgan o'zi tayyor. O'shalarda trenirovka qilishingizni maslahat berardim. Bir ikkitasini ID-larini opisaniyada qoldiraman yokida kommentariyaga yoki video tagiga zakrepit qilib qo'yaman. Mana shu kartalarda ham ya'ni 20 minut vaqt o'tkazasiz. Общий bir kunda 20 minut poligon, 20 minut WoW kartalarda o'tkazasiz. Ana o'shandan keyin уже siz o'yinga mutlaqo tayyorsiz. Zajim qilishga xohlasangiz klassik, xohlasangiz boshqa o'ynasangiz bo'ladi. Menga o'xshab kontent qilishingiz mumkin. Misol uchun YouTube, Instagram yoki TikToklarda million prosmotrlar lootach qilishingiz mumkin. Men ekranda chiqarib qo'yaman qanaqa prosmotrlar olganimni. Agar kimda kim shunaqangi Instagram, YouTube, TikTok yurgizib, imенно zajim sohasida, mana shu yo'nalishda o'ziga million prosmotrlar lootach qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, men o'zimni alohida shu bo'yicha darsligim bor. Atigi 20 ming so'm. Videoda opisaniyasiga admin silkasini qoldiraman darslik uchun. Shu adminga murojaat qilib, darslikni sotib olsanglar bo'ladi. Agar rostdan kimgadir shu zajimni qanaqa qilib tam otib videolar qilib chiroyli ishlashlar hammasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan sotib olsanglar bo'ladi. Bilasizlar, haqiqiy kontent yaratuvchilarda juda ham ko'pchiligini obunachilari kontentini qo'llab-quvvatlash maqsadida shunaqangi darsliklari yokida merchlarini yoki boshqa narsalarni sotib olib, kontentini qo'llab-quvvatlashadi. Men ham xohlardimki, obunachilarim, meni auditoriyam haqiqatan ham kontentim qiziq bo'ladigan bo'lsa, qo'llab-quvvatlashlarini va moddiy tarafdan ham поддержка qilishlarini. Har bitta repetitorda o'ziga oladigan summasi bo'ladi. Har bitta qo'shiqchini o'zini albomi bo'ladi sotiladigan. Xuddi shu singari meni ham video darsligim. O'ylaymanki, meni to'g'ri tushundinglar. Hammanglarga rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Keyingi darsliklarda, keyingi videolarda ko'rishguncha bay bay.